Sho'rchi M41 bor-ku, yo'l usti mana bilasizlar, Sho'rchi tumaniga kiradigan joyda, mana Arkani. O'shandan kelaverasizlar, shahardan kelgan tarafda. Hozir bu tarafda Termizdan keladigan taraf. Mana bu taraf Termizdan keladigan taraf. Bu bilasizlarmi, qabriston bor, chiqqan joyda. Mana shu yerda ko'pri bor. Mana Soydi ko'prisi. Shu ko'prdan o'tganlaringda mana joyimiz bor sotiladigan mana yo'l ustida. Mana hozir benzin zapravkaga zo'r joy ekan. Men shuni o'yladim, benzin zapravka. Keyin mana u amma yo'lda chizig'idan 40 metr ichkariga muhofaza zonasi bor ekan. U ham anigacha borar ekan, mashinalar turgan joygacha, mana betonka turgan joygacha. U yog'i ham o'zi yetadi, nariyog'i. Bu yog'i podarkaga ketadi. 50 sotix ekan o'pishi, 20 sotiqda dokumenti bor. Mana joyimizni ko'rinishi. O uylari bilan ketadi. Uylari, hojatxonasi, buni o'sha uchun qilingan kadastr hujjatlari uchun tayyor bu. Mana bu yoqlarini boqib qo'yibdi, archa-parcha ekib, bu narsa qilib. Mana reklama yo'li ustida mana ko'ryapsizlar. Ko'prdan o'tgan joyda. Bu yoqlarni mana o'tiradigan, mashina kirib chiqib ketadigan bekat qilib qo'yibdi. Sanoqqa gullar ekib. Mana shunday kelamiz. Bu yog'ini ko'ramiz hozir. Xo'p, joyimiz mana burchakdan boshlanadi. Mana hojatxona bu ham. Mana burchakdan boshlanadi. Keyingi joy. Bu yog'i bilasizlar, ana soyda otini bilmayman, kanal bor o'sha yerda. Mana ko'pirning tagidan suv o'tib keladi, bilasizlar. Shunday aylanib, mana qasiga o'tib ketadi suv tagidan. Mana u yerda ограждение qilasizlar, yopasizlar, bu tugagan joydan o'zining zonalari bor, belgilangan. Joylarimiz. Mana shu joyimiz sotiladi. Narxini 95 milliondan sotiqiga deyapti. 20 sotiqqa pul bersa bizga deyap, yog'ini shu podarkaga o'tkazib yuboramiz deyapti. Olgan odam o'zlari keyin nima quradi, nima qiladi, o'zlari biladi. Mana yo'l yuzida. Zapravkaga yaxshi joy ekan. Agar benzin zapravka quraman deganlar bo'lsa, zapravkaga zo'r joy ekan. Mana so'raganlar bor, M41 ustida, mana yo'l ustida bor, mana Elbayonda.